Niderlandiyalik muxlislarning O'zbekiston haqidagi fikrlari. O'zbekiston-Niderlandiya jonli efirni ko'rishni istasangiz, videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. 8-iyun kuni Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston terma jamoasi Yevropaning eng kuchli jamoalaridan biri Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. Qiziq tomoni, golland muxlislari va ekspertlari bu o'yinga avvalgidek beparvo qaramayapti. Sababi Ronald Koeman shogirdlari bir necha kun oldin Jazoirga 0-1 hisobda mag'lub bo'ldi. Shu sababli Niderlandiyada xavotir kuchaygan. Quyida fikrlar Gollandiya muxlislari forumlari, Reddit va futbol hamjamiyatlaridagi muhokamalardan jamlangan. Niko: Jazoirga yutqazgandan so'ng O'zbekistonni ham yenga olmasak, Jahon chempionati haqida o'ylash qiyin. Alvares: O'zbekistonni ko'p bilmayman, lekin ular Jahon chempionatiga tasodifan chiqmagan. Van de Kan: bu o'yin natijadan ko'ra Koeman uchun tarkibni tekshirish imkoniyati. Julio: Kanadaga qarshi o'yinda O'zbekiston yomon taassurot qoldirmadi. Pachi: ularning pas almashinuvi va jismoniy kurashi ancha yaxshi ekan. Kameno: menimcha O'zbekiston himoyada juda yopiq o'ynaydi. Lavina: bu oddiy o'rtoqlik o'yini emas, bizga ishonch qaytaradigan uchrashuv. Kanimo: Koeman hujumchilarni aynan shu o'yinda sinab ko'radi. Alvares: O'zbekiston Portugaliya va Kolumbiya bilan bir guruhda tushgan, demak ular jiddiy tayyorlanmoqda. Fasina: men bu o'yinda ko'p gol bo'lishiga ishonmayman. Jackson: Jahon chempionatidagi debyutchi jamoalar doim xavfli bo'ladi. Mixail: Niderlandiya favorit, lekin O'zbekiston qarshi hujumlarda xavf tug'dirishi mumkin. Kano: Koeman bu safar agressivroq futbol talab qiladi. Namino: O'zbekiston haqida ko'p ma'lumotlarim yo'q, lekin Osiyo jamoalari endi ancha kuchaygan. Roman: bizga aynan shunday noma'lum raqib kerak edi. Jazoirga qarshi o'yindagi xatolar takrorlansa, O'zbekiston ham jazolashi mumkin. Semeno: Virgil van Dijk va hujumchilar o'z formasini topishi kerak. Leo: O'zbekistonni kichik jamoa deb qarash katta xato bo'ladi. Samuel: bu o'yinda asosiy maqsad g'alaba va ishonchni tiklash. Alex: 2-0 yoki 2-1 hisobdagi g'alaba eng real natijaga o'xshaydi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston-Niderlandiya o'yini 8-iyun kuni 23:45 da start oladi. Xo'sh, ushbu o'yinni bevosita jonli efirda ko'rishni istaysizmi? Biz sizga shu imkoniyatni taqdim etamiz. Buning uchun albatta ushbu Ekstra Sport kanaliga obuna bo'lib, video kommentariyadagi Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Aynan ushbu Telegram kanalimizda jonli efir havolasini tashlaymiz. Qadrli do'stlar, sizningcha O'zbekiston Niderlandiyaga qarshi qanday natija qayd etadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.